Assalomu alaykum hamisha biz uchun qadrli bo'lgan aziz eldoshlar. Bugun chorshanba. Bu tongni biz bilan qarshi olayotganingizdan va Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini tomosha qilayotganingizdan juda mamnunmiz va sizni xursand qilish uchun biz ham shaymiz. Keling Feruzbek. Assalomu alaykum. Mana bu gullar maxsus siz uchun erta tongdan. Juda chiroyli ekan, rahmat. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun ozgina salomlashib olamiz, sana keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Assalom Xorazm dasturini tomosha qilyapsiz. Bilasizmi, teletomoshabinlarimizga shu chorshanba kuni juda ham havasim keladi. Nimaga? Bemalol mana bu chiroyli dasturni tomosha qilishadi ular. Yana maqtanyapmiz, lekin ochig'i shunga harakat ham qilamiz. Har hafta munosib e'tirof etilsa, mehnatimizni baholashsa, yaxshi tayyorlabsan, mazza qilib dam oldik desalar, qanday yaxshi biz uchun. Albatta, bu bizga yanada ilhom beradi aslida. Xo'sh, Guldasta qanday? Erta tongdan kayfiyatingizni ko'tarish uchun astoydil harakat qildim. Hech bir sababsiz. Lekin xursand qildingiz. Chindan ham ayol kishi qo'lida gul ko'rsa, guldastani qabul qilsa, baribir kayfiyati ko'tariladi. Va ayniqsa uni sababsiz qabul qilsa. Juda to'g'ri. O'zi menimcha sababsiz gul berishga odatlanishimiz kerak. Sizda yaxshi odat bor. Albatta. Chunki hayotimizdagi ayollarga umuman hamkasblar bo'ladimi, oiladagilar bo'ladimi, ularga guldasta berib, ularni umuman kayfiyatini ko'tarish bu bizni erkaklarni ham ishlariga baraka beradi aslida. Va juda to'g'ri aytdingiz. Oilada yaqinlikni, o'sha sevishganlar bo'lsin, er-xotinlar bo'lsin, umuman olganda barchaga bir-biriga yaqin munosabatni shakllantirishda ham guldasta berish muhim rol o'ynaydi. Lekin bilasizmi, ayrim paytlarda men hayron qolaman. Erkaklarga ham gul berish mumkinmi-ki? Bu fikr menimcha juda ham bir bahsli. Men odatda erkaklarga gul berishni umuman yoqtirmayman. To'g'risini aytsam. Lekin gul berasiz ayollarga. Albatta, ayollarga gul beraman, lekin erkaklarga gul taqdim etish bu nimagadir erish tuyuladi menga. Lekin boshqalar buni qanday qabul qilar ekan? O'zi umuman olganda gul berish qoidalari, ya'ni etiketi bo'yicha erkak kishiga gul berish mumkinmi va odatda qanday paytda qaysi gullarni taqdim etish kerak? Demak, ularning ranglariga, o'ramlariga ham hattoki bog'liq bu jarayon. Hatto ranglari, gul turlari, o'sha hadya berishni istagida bo'lgan ayol bo'lsin, erkak bo'lsin, ularning yoshi, kasbi, xullas hammasi e'tiborga birdek olinishi kerak deb o'ylayman. Juda to'g'ri, albatta. Menimcha hali aytganingizdan keyin o'ylanib qoldim. Ba'zida hali bir taqdirlanish jarayonlarida kuzatib qolamiz, erkaklarga ham gul beriladi aslida. Bu yoqimli, ayniqsa yutuq bilan birga qabul qilsak, yoqadi. Albatta, xo'sh. O'zi bu jarayon qanday kechadi? Erkaklarga gul beriladimi? Ularni taqdim etilajak insonlarga rangi qanday bo'lishi kerak? Bular haqida hozirgi sahifamizda so'z yuritsak, menimcha teletomoshabinlarimiz ham o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishadi. Hamma uchun birdek foydali bo'lgan yaxshi ma'lumotlarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Demak, ajoyib sahifaga navbat beramiz, marhamat. Gulni ayollar juda yoqtirishadi. Ayniqsa hech bir sababsiz guldasta sovg'a qilishsa xursand bo'lishadi. Aslida gul berishda ham o'ziga yarasha qoidalar bor. Deylik, ularni tur va ranglari ham hadya berishda alohida ma'no kasb etadi. Qizil atirgullar odatda muhabbat va ehtirom ramzi sanaladi. Pushti lolalar mehr ifodasi. Orxideyalarga esa noziklik va romantik hislar ramzi sifatida qaraladi. Sariq rangli gullar do'stlik va samimiylik belgisi hisoblanadi. Ota-onangizga oq atir gul yoki sariq xrizantema sovg'a qilishingiz mumkin. Bu hadya hurmat, shukronalik ifodasi bo'ladi. Liliyaga mukammallik va obro' deb qaralsa, binafshalar ehtirom belgisi sifatida beriladi. Rang-barang gullardan iborat guldastani tug'ilgan kunlarda hadya qilishingiz mumkin. Chunki bu guldasta kayfiyat ko'taradi, shodlik ulashadi. Ko'k rangli gullar esa o'zini betakror deb biluvchi insonlarga taqdim etiladi. Siz gulni kimgadir hadya qilganingizda bilingki, siz unga shunchaki guldasta bermayapsiz, aksincha unga qo'shib hurmat va mehringizni ham ko'rsatasiz. Juda ajoyib, juda qiziqarli ma'lumotlarni oldik. Menimcha teletomoshabinlarimiz ham shu fikrda. Ayniqsa ayollarimizni, yaqinlarimizni xursand qiladigan bo'lsak, albatta gul tanlaymiz va ularga yoqishi haqida ham o'ylaymiz. Chunki birovga sovg'a berishdan qiyini yo'q, uni to'g'ri tanlashdan qiyini yo'q-da. Gul hammaga yoqadi, lekin uni qabul qiluvchi qanday qabul qilar ekan? Allergiyasi yo'qmikan? Bu rangga yoqarmikan? Buni ayriliq yoki boshqa mazmunda qabul qilmasmikan degan fikrlar baribir xayolda o'tadi. Albatta, lekin asosiy maqsad bu
kayfiyatni ko'tarish. Menimcha kimnidir bir kayfiyatini tushirish uchun hech kimga guldasta taqdim etilmaydi. Albatta, xuddi hozirgidek kayfiyatim ko'tarilyapti va bu dasturni yaxshi o'tishiga ham yordam beradi. Albatta. Menimcha teletomoshabinlarimiz yana bir narsadan hayron qolishyapti. Xo'sh, bugun bir qo'shiq tarixi yo'qmi degan bir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, ajablanmaymiz. Chunki boshqa sahifadan boshlaveradigan dasturni albatta bor, albatta tayyorgarlik ko'rganmiz. Bu gal ham eng yaxshi qo'shiqlardan birining tarixiga albatta to'xtalamiz. Demak, eng yaxshi qo'shiq bu muhabbat haqidagi qo'shiq. Albatta, yana muhabbat mavzusi, bejizga gul haqida gapirmayapmiz va dasturga ham e'tibor bersangiz, albatta yon atrofimizda gullar bilan bezatilgan. Xullas, hammasi baribir sevgiga, muhabbatga borib taqaladi. Albatta, mehrga ham. Barcha aziz teletomoshabinlarimizga a'lo kayfiyat tilagan holda biz navbatdagi sahifaga navbat bermoqchimiz. Bir qo'shiq tarixi bu sahifani teletomoshabinlarimiz juda yaxshi bilishadi va sevib tomosha qilishadi. Chunki har gal biz uchun afsonaga aylangan qo'shiqlarning yaratilish tarixi, ijodkorlar kim ekanligi teletomoshabinlarimizda qiziqish uyg'otadi aslida va qimmatli ma'lumotlarni berish bizni ham quvontiradi. Albatta, bu gal ham ana shunday qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lasiz va eng sevimli qo'shig'ingizni nafaqat tinglaysiz, tomosha qilasiz, balki uning tarixini ham bilib olasiz. Albatta. Demak, birgalikda keling tomosha qilamiz, qimmatli ma'lumotlarni olamiz. Atını sağ Men seni sevaman g'uncha yuzida o'pichday titragan shabnam misoli men seni sevaman. Har gal sahifani tayyorlash jarayonida eng yaxshi qo'shiqning tarixiga to'xtalishga harakat qilamiz. Bu gal ham hammamiz uchun birdek sevimli bo'lgan san'atkorning eng mashhur qo'shig'ini birgalikda eslaymiz. Aniqrog'i, qo'shiqqa aylangan muhabbat izhorini. Tunning ko'zida kunday eriyotgan shamlar misoli. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ijrosidagi ushbu qo'shiq muhabbatning yoniq kuchi-yu qudratini avvalo so'z yordamida, keyinchalik kuy ko'magida qalblarga singib ketishiga xizmat qilgan. Axir muhabbat qalbni kuchga to'ldirishi va undan kuch olishimiz ham bor gapda. Bahor guliday men seni sevaman, men seni sevaman, seni men sevaman, tog'dagi tumanday. Qo'shiq ilk bor xonanda tomonidan 2019-yilda kuylangan. She'r muallifi esa Amir Xudayberdi. Shoir bu she'rning yozilishi haqida bizga shunday ma'lumot berdi. Yulduz Usmonova bilan ijodiy hamkorligimizga qariyb 20 yil bo'lib qoldi. Yulduz Usmonova bir kuni telefon qilib mendan so'radilarki, mana shu she'ringizni qo'shiq qilsam ruxsat etasizmi deb. Men albatta bajonidil rozi bo'ldim, chunki san'atkor chiroyli bir qo'shiqlar qilishiga hamisha ishonganman. Keyin ikkita she'rni montaj qilib, bir-biri bilan chiroyli qilib bog'lab, bitta 8ligim hamda shu she'rni qo'shiq varianti yaratilgan. Men seni sevaman g'uncha labida, o'pichday titragan shabnam misoli. Men seni sevaman hijron shabida, erib ado bo'lgan bir sham misoli. Keyin yana bir 8ligimdan mana shu qo'shiqda foydalangan. Xullas kalom, bu she'r
yozilganiga ko'p yil bo'lganiga qaramasdan hamon yoshlarni daftarida, ularni xotirasida qolaversa, katta adabiy davralarda namoyon bo'lib turganligi, unday o'ylab qarasam, meni ijoddagi yutuqlarimdan biri desam bo'ladi. To'g'risi 30 yoshgacha yozgan juda ko'p she'rlarim hozirgi kunda ham muxlislar tomonidan sevib o'qilmoqda. She'rimni xonanda, estrada yo'nalishda, xalqona yo'nalishda ikkita variantda qo'shiq qilgan. Albatta ikkalasi ham manzur bo'ldi. Katta konsertda, masalan, Xalqlar do'stligi saroyida bo'lgan konsertda ham ilk bor premyerasi yangraganida muxlislar tomonidan, tomoshabinlar tomonidan juda qizg'in kutib olinganligi kechagidek esimda. Yulduz Usmonova bilan birgalikda 20 ga yaqin qo'shiq qilganmiz. Bularni hammasi xalqimizni hamisha e'tiborda bo'lib kelyapti. Men seni sevaman, men seni sevaman. Men seni sevaman. Bu jumlada sevgi izhori-yu yurak tafti bor. Uni his qilish uchun bu qo'shiqni qayta va qayta tinglaymiz. Ammo aytishga ko'pincha jur'atimiz yetmaydi. Nigohlar va yurak urishi xatti-harakatlarimizda sevgimizni bildirgimiz keladi. Lekin shoir va xonanda bu izhorning uddasidan chiqishgan. Chiqqanda ham juda mohirona va go'zal usulda. Shuning uchun ham bu qo'shiq bizga yoqadi va biz uchun juda qadrli. Men seni sevaman, seni men sevaman, bahor guliday. Men seni sevaman, men seni sevaman, seni men sevaman, tog'dagi tumanday. Men seni sevaman, tog'dagi jayronday. Juda go'zal, yaratilganiga 40 yil bo'lgan bo'lsa-da bu she'rni haligacha oxiri to'kilmagan. Albatta. Yaxshi she'r qarang qanday saqlanadi va keyinchalik ham qo'shiqqa aylanishi mumkin ekanda. Qo'shiq yaratilganiga 6 yil bo'lgan ekan, lekin biz shoir Amir Xudayberdi bilan gaplashishga, suhbatlashishga harakat qildik telefon orqali va iltimos qildik. Shu haqda gapirib bering, iltimos, video tasvirlarni tashlab bering deganimizda xursand bo'ldilar ochig'i. O'zlarini ham esida yo'q ekan, 40 yil bo'lgan deya esladilar. Necha yil bo'lgan bu she'rni yozganingizga desam 40 yil deya eslab o'tdilar va o'zlari ham xursand bo'ldilar. Umuman olganda ijodkorga beriladigan eng yaxshi baho ham ana shunda-da. Uning ijodi qadrlansa, hurmat qilsak, yaxshi deya ta'riflasak, aslida ular bundan faqat kuch olishadi. Albatta, albatta. Ya'ni shoirlar ko'pincha she'rlari qo'shiq bo'lmayotganidan afsuslanishadi, bir qayg'u chekishadi, lekin aslida bu vaqt tanlamaydi. Qaysidir zamonda, umuman qaysidir bir ijodkorning ko'ngliga albatta yo'l topib, muxlislar qalbidan ham joy egallaydi. Fikrlaringiz sal chalkashib ketyapti Feruzbek. Hayolingiz ketdi qo'shiqni tinglaganda. Albatta. Kimga ketdi hayolingiz? Tabiiyki, yaqinlarimizga. Hech kelinga yaxshi ko'rishingizni aytib turasizmi, sevgi izhor qilasizmi uyalmasdan? Ba'zida. Uyalib. Odatda ko'pincha bilasizmi, shu so'zni aytish qiyin nimagadir. O'zi soddagina 3 ta so'zdan iborat jumla, lekin ochig'i aytishga va eshitishga juda qiynalamiz-da. Uni aytish o'zi bir qiyin masala bo'lsa, uni tinglash ham, kimdandir yaqiningdan eshitish ham aslida insonni faqat his-hayajonga to'ldiradi. Albatta, xullas o'zi biladi. Ko'ryapti, tomosha qilyapti deysiz-da. Men ana shunday baxtli oilalardan birini bilaman. Ular bu haqda, ya'ni bir-biriga o'sha yaxshi ko'rishlari haqida, qadrlashlari haqida gapirishdan siza uyalishmaydi va baxtli oila sifatida yashashlarining o'zi ham asli sababi ham mana shunda deb bilaman. Juda ajoyib. Menimcha ularni tanishtirsak-da, mana shu qimmatli
suhbatlarni olsak munosib bo'ladi. Bu oilalarimizni mustahkamlashga ham yordam beradi. O'zlarimiz ham kerakli ma'lumotlarni olib olamiz. Ayniqsa siz. Albatta, Qurbonovlar oilasi bugun Madaminota Guljon onamiz studiyamizga tashrif buyurishgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat. Endi o'z-o'zidan mavzuyimiz boya ta'kidlab o'tganimizdek sevgi muhabbatga borib taqaladi. Sevishib oila qurganni yaxshi tomonlari ham bormi yoki ota-onani tanlovi ham muhim bo'lganmi? Endi ota-onam gapini sindirmaslik kerak. Sevish ham kerak. Qarab aytib qo'yapsiz. Sen kerak. Ota-onani gapini ham qulog'ingga olib turib, o'zing yaxshi ko'rgan qiz haqida gapirganida jim ham turish kerak, ma'qullab deysiz-a? Sizda qanday bo'lgan bu savdo? Bizda endi eski vaqtda tanishdik, bilamiz oldindan. Uydagi ota-onamiz aytdi, biz rozi bo'ldik. O'zingizga ham yoqqanda chunki. Albatta, yoqmasa Necha yil bo'ldi oila qurganingizga? 56 yil. Yarim asrdan oshgan. Qarang qancha vaqt. Urushlar, janjallar, tortishuvlar ham bo'lganmi? Yo'q, endi shu vaqtgacha urush, janjal bo'lmadi. Bunaqasi ham bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Menimcha bu ancha qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, endi bir yana qor qilish bo'ladi. Arazlashlar bo'lgan. Yana bir momentdan keyin gaplashib ketaveramiz biz. Arazlaganda o'zi kim yon bosadi? Ikkimiz ham bir-biriga yon bosamiz. Ana shunda oila mustahkam bo'ladi deysiz-a? Albatta. Sal narsaga arazlab tugunni ko'tarib uyga ketaversak oila bo'ladi bu. Yo'q, 56 yil bo'ldi shu birgamiz. Nechta farzandni tarbiyaladingiz? 7 ta farzandimiz bor. 3 ta o'g'il, 4 ta qiz. Hammasi uyli joyli. Bizlar ko'nglimiz tinch ulardan to'g'ri. Hammasi ishli. O'zining sohasi bo'yicha ishlaydi. Hammasidan xotirjam, ko'nglingiz to'q. Albatta. Aha. Guljon ayaga yuzlansak endi, boshidagi muhabbat baribir boshqacha bo'ladi, ayniqsa qiz boladan. Turmushga chiqishga ikkilanamiz, yigit kishiga o'zi ishonish kerakmi, yo'qmi? Boshida har xil va'dalar beriladi, albatta qo'lga kiritgunchada hammasini. Keyinchalik to'ydan keyin beraman degandek. Xullas, otam sizga oyna olib berdilarmi? Endi u vaqtlarda ota-onaning gapi birinchi o'rinda turar edi. Ota-onamiz tanladi, keyin biz uchrashdik, gaplashdik. Mana 56 yildan beri birga yashaymiz. Oilada har xil voqea bo'ladi. Shunga ayniqsa oilada ayol kishi sabrli, toqatli bo'lishi kerak. 7 ta farzandli bo'ldik. 3 o'g'il, 4 ta qiz. O'qitdik, uyli joyli qildik hammasini. Allohga shukr, hammasi oilasidan tinch. Farzandlar tinch bo'lsa, ota-onani baxti. Ularni tinch yurganini, o'zlarini sevgan kasblari bo'yicha ishlashadi. Shularni ko'rib, biz quvonib o'tiramiz. Nevara, chevaralarni Keksalik ham shu. Hammamiz oilada er-xotin o'rtasida rejali ish bo'lishi kerak. Her bir ishni reja bilan bajarsangiz, bolalarga ham to'g'ri tarbiya bersangiz, shu qiladigan ishni bajarsa, aytganingizdan chiqmasa, ana shundagina oila tinch yashaydi. Allohga shukr, shu kungacha oilamiz tinch, farzandlarimiz hammasi yonimizda. Nevara kelin, nevara kuyovlarimiz bor. Hammasi o'zlarini sevgan kasblarida ishlashadi. Har kuni kelib xabar olishadi. Davlat ishlarida ishlashadi. Nevaralarimiz ham sevgan kasblarida ishlashib yuribdi. Oliy ma'lumotli, o'qimishli. Hozir kenja qizimning bolasi Koreyaga ingliz tili bo'yicha yutib olib, hozir Koreyada o'qiyotir. O'g'illarimiz tadbirkor, nevaralarimiz ham tadbirkor, sexlari bor. Kuyovlarimiz ham o'qimishli hammasi, davlat ishida ishlashadi.
Bir oğlum devlet işide, vatan himayetçisi, il yurtni tinchligini saqlashda kecha kunduz xizmat qilyapti. Qizlarimiz ham shuningdek o'qigan, tadbirkor, sexlari bor, bichiq chiqish bo'yicha, keyin mebel, uy jihozlari bo'yicha Hammasi xullas hunar bilan band. hunar bilan band, Guljan tadbirkor. opa, oila qurish ham baribir ming yaxshi bilaylik, surishtiraylik, ikki oila bir-biriga ma'qul kelsin, ikki tomon bir-birini yaxshi ko'rsin, baribir tavakkal ishda. Odamni sirtdan baholashimiz juda oson, lekin u bilan yillar davomida yashagandan keyin ham hatto uni qanday ekanligini bilmasligimiz ham mumkin bo'ladi-da. Bu tanlovda demak adashmagansizlar, ha? Boshida uchrashuvga chiqqan paytingiz nima va'da bergandingiz? Bugun qanchalik bu va'dani ustidan chiqa oldingiz? Uchrashuv sirlarini ochaylik endi. Faqat tanishmagandirsiz. Endi bu yerda bo'lmadi. Talablar, Lekin shartlar bo'ldimi? Ishlab o'zlarimiz hayotni davom qildiramiz deb aytdik. Bilmasam bolalar, Faqat reja. qizlar, shular hammasi va'da shu bergan. Ana bo'lmasam. Ko'pincha eshitamiz-da yangi oila qurganlardan. To'yim kuni turmush o'rtog'im menga yoki to'ydan oldin deyishadi, ota-onamga bo'ysunasan 100%, men bor degan joyga borasan, mana shu kiyimni kiyasan degan qanaqadir bir chegaralar, er-xotin o'rtasida o'sha qanaqadir bir mezonlar tasdiqlanadi-da. Sizda ham shunaqa bo'lganmi yoki faqat yaxshi niyat bilan reja qilganmisiz? Yaxshi niyat bilan reja qildik. Biz uningdek nima qilmadi. Ota-onamiz ham yaxshi. Hurmat qiladi. Guljan opa chindan ham hurmat sizga qiladi. havasim Hamma kelyapti. birgalikda ishlaydilar. Kam bo'lmadik shundan. Oilamizda qaynota, qaynonamiz to'g'ri tarbiya berdi. Endi men ham o'qishda yurib, hali oilani unchalik nimalarni tushunmaganman. Hamma narsani qaynonam o'rgatgan, qaynotam g'amxo'rlik qilgan, nima kamchiliklarimizni yashirgan, kamchilikni. Yaxshi tomonlarini ochgan. Men ulardan hamma rahmat aytaman, minnatdorman ulardan. Hamisha eslab duramiz ularni. Hattoki shu hozir ularni tanimasam, borlarimiz ham eslab birgalikda o'tiramiz. Ana shularni tarbiyasi baribir shu oilada qilingan tarbiya o'tadi ekan. Kelinga ham. Shuning uchun kelin o'g'il vaqtida shu onamni qilgan vasiyatlarini qilib, oilamda 3 ta kelinim bor. Ular hozir birisi oldimda, ikkisi ayrim yashaydi. Shulardan ko'rganim qilib, Allohga shukr, kelinlarim ham hozir bo'lak bo'lsalar ham kelib, xabar olib, ovqatlarimni pishirib, tayyorlab berib ketishadi. Hech qanday nimam yo'q. Har kuni kelishib, ertalab, kechqurun kelib, undan keyin uyga ketadi. Qoyil. Endi hozir faqat erkaklarni aytyapsiz, ya'ni va'dalar berishadi deb. Aslida hozir ko'pincha qizlarimiz ham ancha-muncha talablar qo'yishyapti kuyovlarga. Xo'sh, bu Alohida yashaymiz degan talablar, darrov alohida ro'zg'or qilamiz degan. albatta. O'zi lekin aslida oilaviy muhitga ham bog'liq bu jarayon, ya'ni ota-onani o'zi orasida sevgi, muhabbat kuchli bo'lsa, farzandlarni tarbiyasi ham shunga munosib bo'ladi aslida. Yaqinda bir nevaramni uzatdik. Unda nima bo'lmadi? Shu aytganimiz uchrashdilar. Ular ham shu bizlardan uchrashib, hozir Xudoga shukr, birda farzandi bor. Yaxshi yashayapti. Meni sevganimga barasan yoki unday nima qilsin, yo'q. Unday gap so'z bo'lmadi. To'ydan keyin ham sevgi paydo bo'lar ekanmi? Albatta bo'ladi. Ko'rinmasa sevgi ko'zingga ko'rinaveradi. Rosa sizga qarab gapiryaptilar-da. Sizga havasim kelyapti. Guljan opa, hech bir arazlab uyga ketgan paytingiz ham bo'ldimi? Endi yarim asr tinch, sokin o'tmagandi. Bo'lmadi bunaqa holat. Ketgani bo'ldi, lekin uyga ketmadi. Qo'yib yubormadim deng bunaqa paytlarda ham. Yo'q, endi o'zi Qoyil. biladi u. Bunaqa sokin yashash, ya'ni bir-biringni tushunib yashash, hurmatda yashashni ham bir siri bormi? Hech bir janjalsiz, arazlarsiz, yaxshi va baxtli hayot kechirish ham aslida oson emas-da. Endi qiyinchiligi bor. Hamma birgalikda maslahatlashib ish qilamiz. To'g'ri yo'lda tanlab, undan keyin ishni davom qildiramiz. Kimmi jahli ko'proq chiqadi oilada?
Kim kimni bosadi keyin? Bir-birimizdan ziyod o'xshaydi. Erezlagan vaqtda birinchi men. Ko'ngliga yo'q topishga harakat qilaman. Birinchi qadamni o'zingiz tashlaysiz baribir, ha? Yaxshi ko'rganingiz uchun. Bo'lmasa, erezlab yuraversangiz, oilada bir kun urush bo'lgan yerda 40 kun barakat qochadi deydi. Ana shularga amal qilgan holatda birinchi o'zim kechirim so'rayman. Agar mendan o'tgan bo'lsa, nima? Yaxshi yashash uchun hech nimasi yo'q uni. Urush janjal bo'lsa oilada o'zingiz ham, farzandlaringiz ham baribir qiynalib ketadi. Jalatda bo'ladi ular. Jalatda Uydagi tinchlik yo'qoladi. Birinchi qadam tashlagan inson aqlliroq deydi-ku. Demak, har doim birinchi qadamni tashlaysiz. Men sizni sirlaringizni ham sekin-sekin bilib olyapman. Har ikki tomonni maza qilib ishlayapman bugun. Demak, ana shunday yaxshi suhbat davomida yaxshi bir qo'shiqni tinglash imkoniyati ham bor. Demak, tayyorsiz, ha? Sevimli xonandamizni ham bugun taklif qilganmiz. Albatta, uni qo'shiqlarini siz har gal sevib tinglaysiz. Ayniqsa muhabbat mavzusi bilan bog'liq qo'shiqlar ham sizga yoqadi degan umiddamiz. Va dasturimizning ilk mehmonini ayni paytda taklif qilsak bo'ladi. Albatta, ustoz san'atkor Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonov ustozimiz. Ulardan yaxshi qo'shiqni qabul qilamiz ayni paytda. Assalomu alaykum. Keling. Ustozni ijrosida muhabbatni kuylovchi qo'shiqlar juda ham ko'p va ulardan birini hozir tinglasak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Dasturimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Dastlab qo'shig'ingizni tinglasak, ana undan keyin bemalol gaplashamiz. Rozisiz? Mayli. Marhamat. Mayli. Zinciri işk, dil zinciri işk koymadı azap, Gönül çemeni bulmadı abad. Dil zinciri işk, dil zinciri işk koymadı azap, Gönül çemeni bulmadı abad. Bir cilve bilen eylemeyin yar, Bir işve bilen eyledin berbat. Dağ öldüresen dağ ölemen dağ, Şüve bilen eyledin berbat, dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Yar sende yemez, yar sende yemez, men de hatalı. Canımda cefa tende hatalı. Eyledin beni kendi hatalı. Bir işve bilen eyledin berbat, dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Bir işve bilen eyledin berbat, dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Dağ vermeli dağ diterini dağdım, Körü hayalim daima yadim. Cana ve bir can sabır sebadım, Bir işve bilen eyledin berbat, Dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Bir işve bilen eyledin berbat, Dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Zar üstüne zara zar edersen, Sen özünü bana bazar edersen, Yalnız başıma ahır yetersen, Bir işve bilen eyledin berbat, Dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Bir işve bilen eyledin berbat, Dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Dağ öldüresen dağ dönemen dağ. Dağ öldüremen dağ dönesen dağ.
Yashang. Ofarin, yashang, Yaxshi ijro uchun rahmat, marhamat. Marhamat. O'tirib olishingiz mumkin. Ajoyib qo'shiq. Albatta. Teletomoshabinlarimizni ham, bizni ham kayfiyatimizni ko'tardi. Va mehmonlaringizni ham yoqdi menimcha. Ma'qul keldimi? Albatta. Baribir suhbatimiz ham, qo'shiqimiz ham baribir mehr muhabbatga, sevgiga borib taqalyapti bugun. Albatta, juda to'g'ri. Dasturimizda xush ko'rdik. Rahmat. Xushvaqt bo'linglar. Erta bilan yaxshi kayfiyat bilan yana qo'shiqlar bilan sizlar bilan diydorlashdik. Kuni bilan shu kayfiyatda yuramiz degan umiddamiz. Albatta. Hammangizda yaxshi kayfiyat. Sizni ham ko'rganimizdan xursandmiz. Menimcha Rahmat, sizni sog'ingan rahmat. muxlislar uchun ham o'ziga yarasha yaxshi bir suhbat bo'ladi, yaxshi bir qo'shiqlarni yana taqdim etasiz va ijodingizni kuzatadigan bo'lsak, ko'pincha qo'shiqlaringiz o'sha muhabbat mavzusi bilan bog'liq. Vatanga bo'lsin, yorga bo'lsin, onaga bo'lsin, hammasida muhabbat singdiriladi. Buni sabablari ham bor albatta. Eng yaxshi izhor bu qo'shiq orqali ifodalash. Albatta endi hayotda mehr muhabbat eng asosiy rol o'ynaydi. Mehr bo'lsa, muhabbat bo'lsa, sevgi bo'lsa, hayotda eng go'zal narsa shu bilan ifodalansa kerak. Kayfiyat ham shunda bo'ladi. Bizlar shu endi bu sevgi, muhabbat nafaqat bu inson bilan. Men masalan aytganingizdek, vatanga muhabbat bo'lishi, do'stga, masalan ishingga muhabbat, hayotda o'zi shu bilan bir boshqacha bir kayfiyat bo'ladi, intilish bo'ladi deb o'ylayman. Va albatta ustoz shogird o'rtasida ham yaxshi bir munosabat, yaxshi bir muhabbat bo'lishi mumkin. Albatta. Chunki san'atga qo'yilgan o'sha mehrli qadamlar albatta ustoz ko'magida, ustozdan olingan saboqlar va mehr yordamida albatta amalga oshiriladi. Bu borada ham siz yaxshi shogirdsiz, buni bilamiz va hamisha tan olib, hurmat qilib gapirganmiz. Mehrli, oqibatli shogird sifatida e'zozlaganmiz va bugun o'zingizni ham bir qancha shogirdlaringiz bor. Oqibat ko'rinyaptimi ularda? Albatta endi hamma kasbda ustoz shogird an'anasi bo'ladi. Ayniqsa bizani hofizlikda, san'atda darrov mana el falonchini shogirdi bu, falonchi uning ustozi falonchini shogirdi degan gaplar ko'p bo'ladi. Bizda mana 46 yil ustozimiz rahmatli Bobomurod Hamdamov bilan 46 yil ustoz shogird bo'ldik. Alloh joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Bunaqa ustozlar takrorlanmaydi, kelmaydi ham 100 yildan bir keladi deydi. Mana Kamiljon ustozimizni o'tgani 100 yildan oshib ketdi. Bunaqa san'atkorlar kelmaydi. Shuning uchun biz ham mana mehr, muhabbat bilan, yurak bilan shu ustozga berilganmiz. Shu 46 yil davomida men 20 yoshda edim. Hozir masalan shu 20 yoshimda borgan bo'lsam, umrimni oxirigacha shu ustozim bilan birga bo'lganmiz. Nima uchun unday? Shu ustozimizni bizga bergan mehri, bizni ustozimizga bergan mehrimiz kuchli bo'lgandan keyin shu davom qilgan. Ko'p shogird ustozlar bor. 5-6 yil ustoz shogird bo'lib turadidan shu bilan boshqa tomonga sakrab ketadi yoki bo'lmasa o'zi ustoz bo'lib ketadi. Men shu 67 yoshimgacha, 68-67 yoshimgacha men shogird bo'lib kelganman. Menga ko'p san'atkorlar, ko'p hofizlar ustoz deb murojaat qiladi, lekin men ustom tiriklik paytida ham 68 yoshga kirgan bo'lsam ham ustozimning yonida men shogird bo'lganman hamisha. Xizmatda bo'lganman, ustozim bor joyda shu qo'lim ko'ksimda bo'lib turgan. Men hozirgi shogirdlarimga ham men tilagim shunday. Shunday bo'lsa, bu haqiqatan bu san'at yo'li ham uzun bo'ladi. Xalqni oldida ham olqishda bo'ladi. Shu ustozga bo'lgan mehri qanday bo'ladigan bo'lsa, xalqni ham mehri shogirdlarga shunday bo'ladi deb o'ylayman.
Hozir kamera ortidagi jarayonni biz tomoshabinlarga ko'rsata olmayapmiz. Agar ko'rishganida edi, shogirdlarning hayajonini va ularning turishlarini ko'rishgan bo'lardi. Ana shunday yaxshi shogirdlaringizni va chindan ham sizga sanatingizga mehr qo'ygan, qadrlagan shogirdlaringizni biz ham taklif qilishga bugun harakat qilganmiz. Ular kim ekanligi haqida bir pasdan keyin bilib olasiz. Ayni paytda ruxsat bersangiz, bizda ustoz pedagog faoliyatiga oid yaxshi bir lavha bor. Chunki olis hududlarda bugun ham faoliyatini amalga oshirayotgan, chekka hududlardagi maktabda oddiy o'qituvchi sifatida bor mehrini o'sha kasbiga, bolalarga ta'lim berishga bag'ishlagan ana shunday fidoyi insonlar bor ekan. Biz ularning nomlarini hamisha hurmat bilan tilga olamiz va mehnatini qadrlaymiz. Hozirgi lavhamiz mana shu haqda va birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ta'lim bugungi rivojlangan zamonda yanada ko'proq mahorat va tajriba, zamonaviy bilimlarni talab etadigan soha. Ayniqsa, butun umrini pedagoglik sohasiga bag'ishlagan ustozlar buni yaxshi anglaydi. Hazorasp tumani 45-son maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritayotgan Nazira Sobirova ham chinakam ustoz qanday bo'lishini qaynotasi Abdulla aka Xizirovdan o'rgangan. U qaynotam uy ro'zg'or yumushlarini emas, ertangi dars mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rdingizmi deb so'rar edilar deydi. Oiladagi barcha kelinlar qaynotamdan bilim va o'rnak olganmiz deya eslaydi. Bugun ham ana shu tajriba va bilimlarni ish jarayonida qo'llab kelmoqda. Men pedagogik faoliyatimni 1991-yil 15-avgustdan boshlaganman. Bu dargoh men uchun juda qadrli. Chunki men shu yerda 10 yil ta'lim tarbiya olganimdan keyin Urganch pedagogika bilim yurtiga o'qishga kirganman. Mana ish faoliyatimni boshlaganimga 34 yil bo'ldi. Shu dargohga 34 yildan buyon yosh avlodga ta'lim tarbiya berib kelmoqdaman. Har kuni ertalab turib maktab tomon oshiqaman. Bolajonlarimizni ko'rishni sog'inaman. Dars jarayonimda o'quvchilarning zavqi, shavqini ko'rib yanada ilhomim keladi. Mana shundan men o'zim ham boshlang'ich sinf ustozim Bobojon va Shukurjon ustozga havas qilishdan kasbni tanlaganman. Shunga mana prezidentimiz tomonidan bizlarga, pedagoglarga juda e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun prezidentimizdan juda minnatdormiz. Mana bu yerda maktabda bolajonlarimizga ta'lim tarbiya berish bilan cheklanib qolmasdan, uyimizda ham bog'cha nodavlat bog'cha tashkiloti tashkil etilgan. Bog'chamizda 25 nafar o'g'il va qizlarimiz tarbiyalanmoqdalar. Maktabda bolajonlarimizga tarbiya bo'lib berganimdan keyin uy tomon oshiqaman. Uyimizdagi jajji bolajonlarimiz oyijonim keldilar deb oldimga yugurib chiqadi. Men bundan juda ham xursandman. Shunday sharafli va mashaqqatli kasbni tanlaganimdan juda ham xursandman. Kelgusida mana shunday jajji bolajonlarga ta'lim tarbiya berishda o'zimning hissalarimni qo'shaman. Maktabda yaratilgan shart-sharoitlar ustozlarning ish faoliyatida, o'quvchilarning bilim olishlarida qulaylik tug'dirmoqda. Pedagoglar jamoasi yakdillikda o'sib kelayotgan yosh avlodga bilim berishdan charchamaydilar. Bu yilgi o'quv yili davomida ta'limning sifatini oshirishga qaratilgan juda ko'p tadbirlar, fan olimpiadalari, turli yo'nalishdagi sport musobaqalari juda ko'p o'tkazildi. Bunda maktabimiz o'quvchilari yuqori natijalarga erishib keldilar. Maktabimizda hozirgi kunda 82 nafar o'qituvchi 1100 o'quvchiga sifatli ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Shu yurtda kamol topib yashayotganligimizdan, ta'lim olishga, ta'lim berishga qulay shart-sharoitlar yaratilganligidan cheksiz minnatdormiz. Shijoatli, mehridaryo, tinib tinchimas ustozlarimiz bor ekanligidan biz ham faxrlanamiz. Shunday ustozlardan maktabimizda o'z ish jarayonini, pedagogik faoliyatini olib borayotgan ustozimiz Sobirova Nazira ustozdir. Tinib tinchimas yosh avlodga o'zining bilim malakalarini, tajribalarini ko'rsatib hammaga o'rnak bo'lib kelmoqda. U nafaqat maktabda, uyda o'tirib ham o'quvchilarni o'qitishdan charchamayapti. Bunday ustozlarimizning soni ko'payishining tarafdorimiz. Nazira opa faqatgina maktabda emas, uyda ham jim o'tira olmaydigan insonlardan. O'z uyida maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil qilib, mahalladagi bolajonlarga 2 nafar kelini bilan birgalikda tarbiya berib kelmoqda. Alohida parvarishga muhtoj, rivojlanishdan orqada qolgan o'g'il qizlar bilan ham uyda shug'ullanadi.
Zero o'zganing bolasini o'z farzandidek ko'radigan yagona zot bu ustozdir. Aslida yurtimizda bunday pedagog xodimlar juda ham ko'p. Ularning mehnatini qadrlaymiz, chunki bolajonlarimizga ta'lim va tarbiya berishda, ilk saboqlarni olishda ularning munosib mehnati bor. Zahmatli mehnatlari esa bizni inson bo'lib kamolga yetishimizga xizmat qiladi hamisha. Juda to'g'ri. Umuman hayotda to'g'ri yo'nalish olishimiz uchun ham ota-onalarimiz qatorida ustozlarimiz ham alohida ahamiyatga ega. Bilasizmi, ko'pincha ustoz shogird ijodi haqida, faoliyati haqida gap ketgan yoki yaxshi bir ijodkorning faoliyatini qo'llab-quvvatlaganda bu ustoz ko'rganda, ustozning tarbiyasini olganda deyshadi. Albatta. Aslida mana shu o'git va mana shu ta'rif eng to'g'ri ta'rif va chinakamiga ijodkorning bahosini bera oladi. Albatta, bizda ham mana shunday ustoz ko'rgan shogirdlardan biri studiyamizga taklif etilish arafasida, ya'ni Karimboy Rahmonovni shogirdlari Shohruxbek Otajonov studiyamizda ko'rinish beryapti. Keling Shohruxbek, xush kelibsiz. Ustozning salobati bosmasa bo'ldi endi sizni. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hayajon yo'qmi? Biroz bor ustoz oldinda. Albatta, ustoz yonida albatta hayajon bo'ladi. Xush kelibsiz. Mayli, ozgina jarayonga kirishib olamiz. Bitta qo'shiq bilan keling. Hayajonni bosib olamiz, qo'shiq kuylab. Ana undan keyin baribir suhbatlashamiz, ungacha siz ham tayyorlanib olasiz. Demak, qo'shiq ijrosiga navbat beramiz. Marhamat. Şu güzel xumarıman, kara gözünü gözleyen, kara göz xumarıman. Şirin şirin sözleyen, şu güzel xumarıman, kara gözünü gözleyen, kara göz xumarıman. Hey gülüm sen bülbülüm, çiya zülflü sümbülüm. Hey gülüm sen bülbülüm, çiya zülflü sümbülüm. Min barap oldu bu tülüm, şu güzel xumarıman. Min barap oldu bu tülüm, şu güzel xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Herkes yolunda subhudayam, küttüm usalingden bedem. Herkes yolunda subhudayam, küttüm usalingden bedem. Usel üzer toğuz kadam, şu güzel xumarıman. Usel üzer toğuz kadam, şu güzel xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Bu periveşnin kemalı, aydan aydın camalı. Bu periveşnin kemalı, aydan aydın camalı. Bana düştü azarı, şu güzel xumarıman. Bana düştü azarı, şu güzel xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Şirin şirin sözlegen, şu güzel xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Kara gözünü gözlegen, kara göz xumarıman. Juda chiroyli, juda chiroyli. Yuraklarimizni egallagan tarona, ustozimizning taronasi.
shogirdlar Karimboy aka, ijrosida. qanaqa qabul qildingiz? Baribir boshqacha, o'zingni qo'shig'ingni shogirdlar kuylasa va davom qildirsa. Endi o'zi aslında bu qo'shiqni aytganimizdan 45 yil bo'layotir. 45 yillik qo'shiqim meni. Mana bundan keyin qancha san'atkorlar, toshkentlik san'atkorlar aytgan bu qo'shiqlarimni, Avaz Alimovlar, mana bugungi kunga kelib mana bu shogirdlarimiz hali endi 20 yoshida bu menimcha. 20 yoshmisan? 20 yosh. Men ham shu 20 yoshimda ustozimiz yoniga borib, aslında ustoz shoir tanlamaydi, shoir ustoz tanlaydi. Bizlar ham yoshlik paytimizda mana shu Kamiljon ustozdan keyingi rahmatlik otajon ustozlarimiz, Ortiq Otajonov ustozlarimiz, Olmaxon opalarimiz, shularni qo'shiqlarini kuylab yurganmiz hammasini. Kamiljon ustozdan tortib, bu yoqda Vodiy tomonidan ustozlarni qo'shiqlaridan keyin biz shu Bobomurod ustozni yo'lini tanlab, shuni yo'lidan ketganmiz. Shu ustozni yo'lidan mana hozirgacha shu ustozni katta yo'li bo'ladigan bo'lsa, shuni yonida bir kichkina bir so'qmoq yaratib o'zimizni qo'shiqlarimiz bilan mana xalqimizni xizmatini qilib kelayotirmiz. Bunga ham shunday omad tilayman. Endi shoir bo'lgandan keyin sadoqatli bo'lish kerak, ustozga mehrli bo'lish kerak, boya aytganimizdek. Shunda unib o'sadi shogirdlar. Bu yani ustoz ko'rmagan shoir har maqomga yo'rg'alab, nera borib qasiyada qolganini bilmay qolgan shogirdlar ham ko'p. Shuning uchun sana omad tilayman. Ustoz deb bizani tan olib shunday bir mehr bergan ekansan. İşlaringga rivoj, san'at ovozingdan ta'sir ketmasin. Ko'p ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Bu san'atda shunday bo'ladi. Ko'p mehnat qilsa yuzaga chiqadi. O'zidan o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun omadingni bersin. Javob qaytara olasizmi? Gapira olasizmi? Savol bersak bo'ladimi sizga? Nima uchun aynan shuncha yaxshi xonandalar turib, endi ko'nglingizga olmagan Karimboy aka, shuncha yaxshi san'atkorlar turib, nima uchun aynan faqat Karimboy Rahmonni tanladingiz? Sabab nima? Eğer bir inson yosh vaqtidan bir insonni havas etadi, shu insonni o'xshasi keladi. Shu ustozimiz Karimboy Rahmonovga havas etib, shu senada girib kelamiz. Tanbehlar ham eshitib turibsizmi? Chidayapsizmi? Lekin qaytish yo'q. Yo'q, Xudo xohlasa shu ustozga o'xshash niyatimiz bor. Hozir tahsil olasizmi? Avon. Qayerda o'qiysiz? Hozir Nukusda kollejda topshiryapmiz. Xudo xohlasa. Qolaversa ustozimiz Bobomurod Hamdamovdan usta o'zlari olib borib duo olib berdilar. Shuni aytib o'tishim kerak. Esda qoladigan narsa bo'ldi. Eng zo'r tarixga aylangan voqea bo'lgan, o'z navbatida yuzma-yuz ko'rish, ularning duolarini olish aslida ustozni duosi ko'kartiradi deyshadi va ularni olayotgan tanbehingiz bo'lsin, tajribangiz bo'lsin, o'gitingiz bo'lsin, hamma sizga hali ijodda qo'l keladi. Bundan cho'chimang deymiz. Rahmat. Rahmat, hali siz yaxshi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Madamin aka, suhbatlar davomida, yaxshi qo'shiqlar davomida nimalar xayolingizdan o'tdi sizni? Ko'nglim ko'tariladi, qo'shiq eshitsa. Bu qo'shiqlarni eshittirasizmi? Yash qo'shiladi, ko'ngil o'sadi. Shular bilan mana shu qo'shiqni ham 40 yillik tarixi bor ekanda. Eshitib ulg'aygansiz demak siz ham? Ko'p eshitgan, shirindan qo'shiqni o'zi bu yoqlar Shovatdan ekan, o'zi shoir ham Shovatlik rahmatlik do'stimiz Suhbat Abdulla degan do'stimizning she'ri bu. Shovatdan ekansizlar, endi sizlar ham ko'p eshitgansizlar bu qo'shiqlarni. Eshitganman. Sevib tinglaymiz siz qo'shiqni. Ana, izingiz muloqot bo'lyapti. Muxlis va xonanda uchrashuv bo'lyapti. Aslida Karimboy aka yaxshi qo'shiqning yaratilishida yaxshi she'r o'ziga yarasha zamin
ega bo'ladi-da, baribir xohlaymizmi yo'qmi? Avvalambor yaxshi she'rni qidiramizda. To'q mazmunga ega bo'lgan yaxshi she'r albatta yaxshi qo'shiq uchun birinchi qadam bo'ladi. Biz yaxshi bir ijodkorni ham, yaxshi bir shoirni ham bugun dasturimizga taklif etganmiz. Zora ular bilan ham suhbat davomida yangi ijod namunalari yaratilsa va hamkorlik yo'lga qo'yilsa, biz ulardan yaxshi she'rni qabul qilamiz. Chunki studiyaga taklif qilish asnosida qisqacha tanishtirib o'taman. Ijtimoiy tarmoqlarda faol yigit, aslida hayotda ham, ijodda ham juda faol, sevib oila qurganlar va o'z sevgi izhorlarini qo'rqmasdan bemalol she'r tarzida yozib ijtimoiy tarmoqqa joylaydigan yosh iqtidor egalaridan biri Horun Muso. Dasturimizga xush ko'rdik. Kelibsiz. Yaxshimisiz? Juda ham chiroyli ta'riflar. Hali bu haqida Qo'shilasiz? to'xtalamiz. Albatta. Va avvalo sizdan yaxshi she'r tinglasak, shu joyning o'zida. Tayyorsiz-a? Ana undan keyin suhbatlashamiz. Ruhimda jo'sh urar cheksiz muhabbat. Tunlari oy bo'lar qalbim imdodi. Ishqishra borar seni kezib sarosar, men esa nigohing qariga botib. Bugun ko'klamoyim to'shab payondoz. Tolih ham biz tomon sochajak nurlar, namasoz kuyiga tavallo aytib baxtimiz hovushlab kelmoqda hurlar. Ikki qaro zulfing bo'ylaydi taqdir, borki umrimizning o'chmas boyona. Men tilab olganim o'zing Xoliqdan odam tilagandek momo havoni. Sadoqat bog'ini kezamiz birga, burkanada hislar gullar kabi shod, va olib kiraylik borliq zaminga xushtamlar xushonlar etaylik bunyod. Eski qasidasin aytadi dunyo, so'nmas e'tiqodga sodiq ikkimiz. Biz asriy muhabbat qurmasmiz, ammo asrlarga tatir bizning sevgimiz. Hayır, ana ko'rdingizmi? Qanday go'zal. Qanday shoirlarni taklif qilganman. Kinoyim ko'ngliga qanday yo'l topganingizni endi bildim. Albatta qo'ldan kelgancha. Baribir ijodkorni ko'p aytishadi, oddiy so'zdan she'r bir pog'ona baland yuriydi. Shuning uchun ham menimcha ko'pgina oshiqlar o'zini sevgisini izhor qilishda menimcha ko'pincha she'rdan foydalanishni ma'qul ko'rishsa kerak shu orqali. Va qo'ldan kelgancha biz ijodkorlar ham mana shunday oshiqlar uchun qo'ldan kelgancha ijod namunalarini tuhfa qilamiz, hadya qilamiz. She'r qachon tug'iladi sizda? Har doim ishdasiz, faolsiz, bilamiz. Davlat yumushlari bilan bandsiz. Jaloliddin Rumiydan shunday bir hikmatli so'z ketadi. Muhabbat, ya'ni muhabbat haqida so'z bo'ladigan bo'lsa, mana bugungi dasturimiz aynan sevgi muhabbatga tarannum bo'lyapti. Muhabbat, to'g'ri muhabbat bu olam gardishi aylanishiga sababchi bo'lmaydi. Muhabbat olam gardishi aylanishiga ma'no bag'ishlaydi deydilarda. Aynan meni ham ko'nglimda ijod namunamning ko'p qismini aynan ishq muhabbat alohida o'rin egallagan. Ijodkor serqirra bo'lishi mumkin. Aynan to'xtamasdan ijod qilishi mumkin. Mana misol uchun ustozlarimizni misol qiladigan bo'lsak, Abdulla Orifning ham ijodlari anchagina sermazmun va serqirra, lekin aynan xalqimiz ko'nglida birinchi muhabbatim qo'shig'i alohida o'rin egallaydi. Oshiqlar uchun alohida bir mavzu sifatida Muhammad Usni biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa ushlasharmidik degan so'z haligacha yangraydi va sevgi izhor qilishda alohida o'rin egallaydi bu narsa. Menda to'g'risi ijod namunalar mana so'nggi paytlarda davlat ishi bilan mashg'ul bo'lsam-da, ijod bir zumcha to'xtagani yo'q. Aynan ijodga ijod yo'liga kirdikmi, unga baribir munosib bo'lishga harakat bo'ladi va mas'uliyat bilan yondashish kerak va buning uchun aslo qalamni yerga qo'ymaslik kerak. Bir zumcha qo'ysak bo'ldi, tamom. Shuning uchun qo'ldan kelgancha ijod bilan ishni birgalikda olib borishga harakat qilyapman. Men bilasizmi nima javob kutgandim, yana javobingizdan qoniqdim, lekin oilamdan olaman, turmush o'rtog'imni yaxshi ko'raman, chunki sevib uylanganman degan javobni kutgandim. Baribir uyaldingiz a? Albatta. Hech mana shunaqa sevgi izhor qilgan paytda o'zingiz ham boshqacha his-hayajonga to'lasizmi? Aytish qiyinmi sizga? Yoki shoirsiz-ku, she'rga solib aytib qo'yaverasizmi? Albatta, bu narsa shoirda bir muncha to'g'ri qiyin bo'ladi har bir insonga. Istihola qilib, ko'nglida baribir ham aytmoqchi bo'lgan so'zini chiqara olmasligi mumkin, lekin she'r yaxshigina vosita bo'ladi. Ya'ni she'r orqali sevgi izhor qilish ham o'zgacha bir insonga huzur baxsh qilsa kerak. Aynan kuyovlik maqomiga mana Feruzbek ham yaqinda kelamiz ham, mana yangi kuyovimiz hali va Feruzbekda ham menimcha bunaqa holat bo'lsa kerak, oddiygina kelin bilan muloqot jarayonida uni qanday atashi.
uni qanday chaqirishi, o'zaro muloqot jarayonida qanday chaqirishlaringizni qani eshitaylikchi, kim deb chaqirasiz? Albatta, Menimcha she'rlarda bo'lsa kerak. albatta nima bo'ladi? Ikki og'iz so'z ham bir she'rni yaralishga zamin yaratar ekan va seni qanday atay degan she'rim shu paytda paydo bo'lgan. Ya'ni kelin bilan muloqot jarayonida qanday chaqirasiz meni yoki men sizni qanday chaqiray degan oddiygina bir muloqot jarayonida bitta she'r yaralgan. Hozir ruxsat bersangizlar shu she'rni o'qib bersam. Marhamat. Seni kim deb atay? Ey nozik xilqat, tonma xayolingga bo'lsam asrlar, darvish sifat bo'lib ishning yo'lida davolarni ochdim qancha asrlar. Seni nodonlardan avaylab asrab, suxum nigohlardan yashirganim rost. Ko'ksimda tug'ilgan baxtimni alqab, oshiqlar kuyiga bo'ldim jo'r ovoz. Bir kalima so'zing jonimga orom, kulsang sig'mas edim yorug'i jahonga. Sensiz o'tgan barcha kunlarim yolg'on, sensiz kunlarimni yoydim sarobga. Seni kim deb atay, dilbarim, malak, toki unutmayin ishqning taftini, ayirmasin deyman so'nggi damgacha, seni borligingni sezish baxtini. Seni kim deb atay? Lekin biz tushunib oldik. Kim deb chaqirishingizni. Albatta, qo'ldan kelgancha mana shu. Endi keling Feruzbekning sirlarini ham bilib olamiz, xo'sh? She'rda ham urib turasizmi deb so'ramoqchi edim. She'r orqali ham jang bo'ladimi deysizmi? Albatta. Endi arazlar bo'lsa yoki kichkina bir tushunmovchilik bo'lsa, buni albatta she'rga ham solib turishga harakat qilaman. She'rlaringizda bo'lsa menga ham Ana. Bugun bor sirlar ochilyapti. Menimcha bir-biringizni yaxshi tushunyapsiz va hali efirdan keyin yana gaplashib olishingizga ham to'g'ri keladi. Biz mehmonimizni Feruzbek kutib qo'ydik. Ostonada qolib ketdi mehmonimiz. Qo'ydik, lekin yaxshi she'rlarni tingladik. Boya so'zingiz orasida siz Muhammad Yusufni eslab o'tdingiz. Muhammad Yusuf xotirasini va uni she'rlarini har birimiz bugun boshqacha eslaymiz va boshqacha xotirlaymiz. Chunki yuragimizga juda yaqin. U nafaqat she'r, balki qo'shiq tarzida ham allaqachon ko'nglimizdan joy olgan. Bugundan boshlab har gal o'sha chorshanba Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturida biz yangi sahifani ham yo'lga qo'ydik. Siz ham bir qo'shiq tarixi kabi albatta uni qadrlaysiz va hali yaxshi sahifalardan biriga aylanishiga umid qilyapmiz. Demak, ilk sonini e'tiboringizga taqdim etamiz. Sizni o'sha esingizda qolgan jamiyat ravnaqiga, umuman olganda hayot tarzida yaxshi bir samarali mehnat qilgan insonlarni yodga olamiz, esga olamiz bu sahifa orqali va siz faqat agarda Muhammad Yusufni shoir deb qabul qilgan bo'lsangiz, biz bu insonni oilasi uchun, yaqinlari uchun, umuman olganda qishloq hayotida qanday ulg'ayganligi haqidagi ma'lumotlarni, siz bilmagan ma'lumotlarni e'tiboringizga taqdim etishga harakat qilamiz. Demak, anglaganingizdek, bu sahifa orqali siz tanigan mashhur insonlarning hali sizga ma'lum bo'lmagan tomonlarini yoritib boramiz. Demak, ularni yangidan kashf etar ekanmiz. Albatta. Keling bo'lmasa, mana shu sahifaga navbat bersakda tomosha qilamiz maroq bilan va ishonchimiz komil teletomoshabinlarimizni ham befarq qoldirmaydi. Albatta, sizni esa o'tirishga taklif qilamiz. Albatta. Shoir Muhammad Yusuf nomi tilga olinsa, darrov ko'z oldimizda Lolasor gavdalanadi. Uning Lola qizg'aldoq she'rini yodga olamiz. Mendan nima qolar? Ikki misra she'r, ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa der, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, Lola jonim, Lola qizg'aldoq. Men ketsam, yomondan yiroq bo'l ohu. Chunki sen chiroyli, ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u, yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turgandek ogoh, Lola, Lola jonim, Lola qizg'aldoq. Uyda yotibman-u, sezib turibman. Ko'kda ketayotir qushlar qaytishib. Xayrlar yog'dirib qanotlaridan xasta shoirga vido aytishib. Bor, mening uchun ham ularga qo'l qoq. Lola, Lola jonim, Lola qizg'aldoq. Ularni men yana ko'ramanmi, a? Ayvondan odamdek kuzata olmadim. Kuz, to'ylar boshlandi. Yuragim pora, bitta qizimni ham uzata olmadim. Demak,
demak taqdir ekan to'y ko'rmay o'lmoq. Lola, lolajonim, lola qizg'aldoq. She'rni pulga baholamagan samimiy ijodkorning uslubi xalqqa juda yaqin va sodda so'zlar tizmasidan iborat bo'lgan. Shuning uchun ham u bizga sevimli, ijodi yurakdan joy olgan. Shoir ijodi qo'shiqqa aylangan she'rlari haqida juda ko'p ma'lumotga egasiz, ammo uning bolaligi o'tgan xonadoni, yaqinlari haqida kam bilishingiz aniq. Sahifamiz orqali shoirning bolalik yillari, yaqinlariga bo'lgan g'amxo'rligini esga olamiz. Oilada 5 farzand bo'lsak, 3 qiz, 2 o'g'il, eng kenjasi o'zim. Akam bilan meni oramda 10 yosh farq bor. 54-yil akam tug'ilgan, 64-yil men tug'ilganman. Endi mana o'zbekchilikda, o'zbek xonadonlarida endi farzandlar endi ko'p bo'lgan, 5 tadan kam bo'lmaganda, 9 ta, 10 ta, eng katta farzand kichkinalarni katta qilganda endi yetalab yurib, onaga yordamchi bo'lgan. Va farzandlarga yordamlashganda akam bir gapi bo'lardi. Ey, men bilasanmi? Seni o'zim katta qilganman-a. Sendan meniki haqqim ko'proq deb qo'ygan gaplar bo'lardi-da. Ba'zida hazillashib, "Ona, men buni buncha yaxshi ko'rarkanman." Oilada kenja bo'lgani uchun desa onam yo'q derdi. Yana onamniki hazillashib, "O'zing katta qilgansan-da, o'shaning uchun yaxshi ko'rasan-da" derdi. Shunaqa gaplari bor edi. Esimni tanib shu akam bilan o'tgan damlarim eslar ekanman. Biror marta qattiq gapirgan eslay olmayman-da. Hamisha shu ko'rsak ham bolaligimdan tortib mana katta yoshga yetib, turmush qurib, oilali bo'ldim, uy joyli bo'ldim, farzandlarim bo'ldi. Shunda ham hech qachon hamisha kelsa ol bag'riga bosar edi. Bag'riga bosib, bag'riga bosib mahkam ushlab turardi. "Muncha seni yaxshi ko'rarkanman" deb qo'yar. "Men ham sizni yaxshi ko'raman-da, aka, shuncha yaxshi ko'rasiz." "Yo'qdir, sen menchalik yaxshi ko'rmaysan. Meni yaxshi ko'rishim senikidan kuchli" degan gaplar bo'lardi-da. Qishloqda o'tgan baxtli bolalik davri keyinchalik katta orzularga almashdi. Muhammad Yusuf ijodi poytaxt hayotiga ko'chdi. Uning qancha orzulari ushaldi, ammo yurakdagi sog'inch va mehr aslo so'nmadi. Institutda birga o'qiganmiz. Hammamiz rus tili fani o'qituvchilarimiz, xo'jayinim, shoir, men. Institut xotiralaridan gapirsam, shoir borib tanishganimizda biz to'g'rimizdagi xonada, yotoqxonada yotamiz. Endi biz u 77-yillarda endi unda Toshkentda qizlar kamroq o'qir edi. Borganmiz, mana shunday to'g'ridagi xonada, yotoqxonada turardik. To'g'ridagi xonada shoirga ikkita kursdosh o'tirardi, yashashardi. Zulfiya opa bilan Mahfirat opa degan qiz. Bu endi kursdoshlari. Shoir mehmonga kelar edi. Keyin bir kun aytdiki, ular meni chaqirdi, "Andijonlik qizlar bormaydi" dedi. Biz ikkita Jalaxudo'li o'rtog'im bilan birga turar edik. Ikkalamizni mehmonga chaqirishdi. Shu orqali shoir bilan tanishdik. Bugun u oramizda yo'q, ammo nomi o'chmagan. O'zi yozganidek, yurakka ko'milar asl shoirlar. U yuragimizda abadiy qolgan. Menimcha allaqachon o'z muxlislariga ega bo'ldi bu sahifa. Menimcha ko'pchilikka manzur keldi va albatta qo'llab-quvvatlasangiz, buni doimiy tarzda e'tiboringizga taqdim etib boramiz. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda ham o'z fikrlaringizni qoldiring. Xursand bo'lamiz. Ana endi suhbatdoshlarimizga yuzlanamiz, mehmonlarimizga, chunki rejissorimiz ishorasini qabul qilyapmiz. Sanoqli daqiqalaringiz qoldi degani. Bu degani albatta yakuniy savolni bering-u, ulardan javobini oling ham degani. Vaziyatni to'g'ri qabul qilamiz albatta va sizni dasturimizda ko'rganimizdan juda xursand bo'ldik. Ochig'i, har biringizdan o'ziga yarasha ijod namunalarini tingladik, yaxshi fikrlarni tingladik. Madamin aka, baxtli hayot qurish aslida juda ham osondek tuyuladi. Chetdan qaraganda bir oila mana baxtli yashayapti-yu deymiz, lekin o'ziga yarasha muammoli vaziyatlar, kamchiliklar, bir-birini to'ldirib
o'ldirishga urinish holatlari ham bo'ladi. Oilada iqtisodiy qiyinchiliklar ham yuzaga keladi. Bunday vaziyatlarni yengish usulini o'zingizni o'sha chorak asrdan ortgan o'sha turmushingizda qanday bir xulosalarga tayangan holda teletomoshabinlarga ham ayta olasiz? Nimalarga amal qilsak biz baxtli va xotirjam yashay olamiz? Endi hamma narsa rejim bilan bo'lishi kerak. Uni rejim bilan bo'lsa hammasi o'z yo'lina tushib ketadi. Hammasi rejim bilan ish qilamiz. Tinchlik bo'lsa, sog'lik bo'lsa. Muhabbatchi, muhabbat ham bo'lishi kerakmi? Endi muhabbat ham kerak. Muhabbat bo'lmaydi. Guljon opa, siz qo'shilasizmi bu fikrlarga? Oilada hamma vaqt og'zabirchilik bo'lishi kerak. Bir-birini hurmat qilish kerak. Muhabbat albatta kerak. Chunki bir-birini tushunmasa, har kim har gap aytsa, fikr bir yerdan chiqmasa, oilada tinchlik bo'lmaydi. Hamma vaqt maslahatlashib ish qilish kerak. Bolalarni ham shunga o'rgatish kerak. Harunbek endi yaxshi shoirda fikr so'ragandan ko'ra she'r so'ragan ma'qul, lekin bugun bilsangiz bilarsiz, siz tomondaman. Sizni dasturga qabul qilishdan oldin boya Feruzbekning gapini eshitdingizmi? Men savol tashiyman. Kelin bilan bir joyda ishlash va birga yashash qiyin emasmikan? 24 soat davomida birga bo'lish azob emasmikan degan savolni berganda, beraman degandilar. Lekin men shu aynan sizni yoningizga olgan holda shu savolni Feruzbekning o'ziga ham beraman. Boshidan o'tgan, chunki birga ishlashgan vaqtida, xo'sh, qiyin emasmi birga ishlash, birga yashash? Yo'q, menimcha bu muhabbat bo'lsa qiyin emas, lekin aksincha bo'lsa bu anchayin azobli bo'ladi. Aha, sizda qanday endi, Harunbek? Insonni borligini baxt deb qabul qilsa, ya'ni uni yonida umr yo'ldoshi borligini baxt deb qabul qilsa, hamma narsani to'g'ri qabul qilsa bo'ladi. Meni baxtim menimcha o'zimni tushunadigan, ya'ni adabiyotni sevadigan, adabiyotshunos umr yo'ldosh topganimda deb o'ylayman. Endi bu ham taqdir, hamma narsa. Shoirni she'rdan boshqa kimi bor, nimasi bor, boyligi yo'q degan mashhur satrlar ham bor-da. Kelin demak hamma vaziyatni birdek to'g'ri tushunadi va ko'ngliga yo'l topishda ham albatta o'sha mehr muhabbatga o'ralgan she'rlaringiz yordam beradi menimcha. Albatta. Feruzbekni qutqarib qoldingiz. Qo'yin, hali yana suhbatlashamiz siz bilan. Hali boyaga aytganimdek she'rlar kerak. Yaxshi she'r tinglasak endi. Borligingga baxt atayman, borligingga ko'ngayman. Mendan kechma sensiz tamom bo'lgayman. Senda bordir orzularim, ushalmagan tilaklar. Meni desan men deb ursin ko'ksingdagi yuraklar. Bu dunyoni sening uchun hadya qilsam oz axir. Seni Alloh mening uchun yaratgani rost axir. Ofarin. Juda chiroyli. Hali vaqti kelib bu ajoyib satrlar ham bir chiroyli qo'shiq bo'lsa, ajab emas. Ajab emas. Endi Karimboy akamizga yuzlanmoqchimiz. Ustoz, endi shogird masalasida misol uchun ko'pincha shogirdlar darrov shu ustozlar bilan duet qilishga kirishib ketishadi, iltimos qilishadi qo'shiqlarni duet qilishga. Qanday qaraysiz bu masalaga? Endi shoird ham bir qo'shiqimizni duet qilaylik, birga aytaylik deb ko'pdan beri shu ixlos qilib yuribdi. Mana shu bir Nusrat qalamiga mansub bir qo'shiqim bor, Shul nozli go'zal degan qo'shiqimizni duet qilganmiz. Bizni o'zi shogirdlarimiz, bir ikkita shogirdlarimiz mana Turkmanistonda Tashovuzda ham bir Nuriddin degan shogirdimiz, Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan artist shogirdimiz ham mana bir turkman qo'shig'ini duet qilganmiz. Shunga o'xshab mana shoir bilan bir qo'shiqni duet qilib keldik. Nasib bo'lsa sizlarga taqdim qilamiz. Juda yaxshi. Xudo xolasa. Albatta bu qo'shiqni taqdim etamiz yuqorida va'da qilganimizdek. Va Shohruxbekka yuzlanmoqchimiz. O'zi shogird bo'lib kelganingizga qancha muddat bo'ldi? Nimalarni o'rgandingiz va nimalarni o'rganmoqchisiz? Avvalambor shuning ustozim borligidan faxrlanaman. O'zimni baxtli yigitman deb hisoblayman. 2 yil bo'lib bordi she'r to'pganimga. Shu ustozimizga o'xshash nasib etsin bizga ham. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' salomat bo'lib yurgaylar.
biz ham qo'shilamiz bu fikrlaringizga va albatta san'atda o'sha tashlayotgan qadamlaringiz yanada bir muvaffaqiyatlarga to'la bo'lsin deymiz. Parvozingiz baland bo'lsin deymiz va hamisha ustozingiz kabi biz ham sizni qadrlaymiz, ijodingizni qo'llab-quvvatlaymiz. Rahmat sizga, hammangizga bugungi ishtirok uchun. Biz esa fursatdan foydalanib teletomoshabinlar bilan xayrlashib olsak bo'ladi. Vaqtimiz bor albatta. Albatta. Aziz teletomoshabinlar, qimmatli vaqtingizdan ayamasdan dasturimizni tomosha qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Biz kadr jarayonlarda mana shu ko'rsatuv jarayonida sizni mehringizni taftini shundoqqina his qilib turamiz, ishoning. Albatta. Bugun mehr muhabbat mavzusi haqida bejizga to'xtalmadik, chunki hammamizni qalbimizga xotirjamlik beradigan, ko'nglimizni to'ldiradigan, hayotdagi bor qiyinchiliklarni, muammolarni yengishga ham yordam beradigan bu asosiy kuch ekanligini anglab yetganmiz va bu haqda sizga yana bir bora eslatgimiz keldi. Mehr muhabbat bilan boshlangan tongingiz kun yakunida ham xayrli, barakali bo'lsin deymiz. Sizni yaxshi ko'ramiz va hamisha qadrlaymiz. Darhaqiqat, agar dasturimizni tomosha qilgan bo'lsangiz, ishonchimiz komil, kayfiyatingiz a'lo darajada. Demak, bugungi kuningiz chiroyli o'tadi. Albatta va dastur yakunida keling, endi ustoz shogirdning o'zaro ijodiy hamkorligi bo'lgan o'sha duetni birgalikda qabul qilsak va teletomoshabinlarga ham menimcha juda manzur keladi. Albatta, juda to'g'ri. Demak, Karimboy Rahmonov hamda ularni shogirdlari Shohruxbek Otajonov ijrosida ajoyib bir taronani tinglaymiz. Duet tarona, ustozimizning ijrosidagi yuraklarimizga yaqin tarona shogirdlar bilan. Marhamat. Tinglaymiz. Keling, marhamat. Bahramand bo'lamiz. Güzel, şul nazlı güzel, şul nazlı güzel canımlı cenanesi bulsun. Canım oşa cenanenin pervanesi bulsun. Gül dikkinep gül bedelin gül kebi külse Talıdın oşa gül nazenin haydanesi bulsun. Kanıdın oşa gül nazenin haydanesi bulsun. Şul nazlı güzel. Her yan Katilin terebbütkeri dilşanesi bulsun. Yervesli anın kümlüm için bulmasa vasıl Şkideki yübyan sen efsanesi bulsun. Yervesli anın künlüm için bulmasa vasıl İşkideki yübyan sen efsanesi bulsun. Şul nazlı güzel, şul nazlı güzel, şul nazlı güzel canımlı cenanesi bulsun. Canım o şetenanenin pervanesi bulsun. Şul nazlı güzel. Lütfi Kerem fürseti bıraktı vefakı. Baktım üyünün haberi ferdanesi bulsun. Lütfi Kerem fürseti bıraktı vefakı. Bastım rinin haberi serdanesi bulsun. Dil vakası da gülgü suyu etse baharını Nüsret anın şuf bülbül seyranesi bulsun. Dil vafası da gülgü suylatsa baharını Nüsret anasıf bülbül seyranesi bulsun. Şu nazlı güzel
Şol nazlı güzel, şol nazlı güzel canımı cenanesi bulsun. Canım oşa cenananın pervanesi bulsun. Şol nazlı güzel